Ko'pchilikni qiynab kelayotgan chorrahalardan yana biri sebzor chorrahasi. Ha, bilasizlar. Qaysi tomondan kelsanglar ham shunaqa belgilar o'rnatilgan. Agar bilsanglar, demak, bu yerda avtor qoida buzyaptimi yo'qmi ko'rib chiqamiz. Qayilish taqiqlanadi. Chorrahada nechta qatnoq qismi kesishmas bo'lsa ham umuman qayil bo'lmaydi, 100% ishlaydi. Lekin harakatlanish to'g'riga va chap tomonga burish taqiqlangan belgilar qaysi qatnoq qismini kesishmasdan oldiga qo'ysa, o'sha kesishmay ta'sir qiladi. E'tibor bersanglar, ajratuvchi mintaqa bor, yerdan ko'tarilgan qurilma, beton. Bu qatnoq qismini ikkiga maqotda ajratyapti. Birinchisi ta'sir qilyapti, qatnoq qismini kesishmaydi, ikkinchisi ta'sir qilmaydi. Bu yerda qoidabuzarlik yo'q. Nimaga unda buni qo'ygan degan bo'lsanglar, sababi umuman chap tomonga burilmasini ham, qayilmasini ham qo'ygan, faqat buni o'rniga 581 yoki 582 belgilardan birini qo'yilgan bo'lsa, maqsad kimmoq bo'lardi? Belgilar chorraha tuguncha ta'sir qiladi. Lekin bularning ta'siri bitta kesishmay ta'sir qiladi, ajratuvchi mintaqadan keyin ta'sir yo'qolib qoladi. Ana o'shani ozgina sal anglashmovchilik bo'lgan bo'libdi. Demak, bu qoida buzmayapti. Endi eslab qoling, iloji boricha tirbandlik hosil qilmanglar, qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lganda like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.